Salom do'stlar, sizlar bilan men O'zgamer Edit. Bu videoda biz toshli asahadan tortib olmozli asahalgacha top ko'ramiz. Qanunda go! Birinchi o'rinda mana buni yo'q qilamiz. Yo'qotish. Birinchi o'rinda albatta daraxt topib olamiz. Chunki daraxt boshlang'ich narsa. Chopila qol. Dan. Chopila qol. Oy, bu ne işte daraxt o'zi. Ne bu? Ha, endi bu. Neyse isteseler. Halinde toshku ulaştı. Go! Ota babalarımıza qilgan gap bor. Ya'ni ota-onalarimiz bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deydi. Biz ikkita bo'lsin, zo'r bo'lsin. Oy, bu kanlı videosida yo'q yaptı. Mana VASC diyemiyorlar falan. Qaysi yo'l paydo bo'ldi bizda? Yo'lni tekis Mosor yo'l. Videolar boshida obuna bo'ling, like bosing. Aytam asabingiz buzildi shekilli. Menimcha shu video tagida 10 tadan ko'p like va 10 tadan 5 ta obunachi kelishi kerak. Men shunda 10 ta bo'laman. O'tgancha men juda tejim ko'rmay qarashlar kerak. Sababi bir haftada bitta video qo'yish. Tasavvurlar kim bir haftada bitta video qo'yadi? Men yangiman. Hali film maqsadlarim katta. Shuning uchun like bosing, obuna bo'ling va meni obunachiga bo'ktiring. Shunday qiziq video chiqishi uchun meni Telegram kanal ham bor. Menga o'tib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qanunda boshladik. Qani bu qo'llarni topib olamiz. Men senga. Men qanasan ey? Menga boyvachcha qilinglar, menga o'rnachim ko'proq bo'lsin. Shunday videolar soni ham tez chiqadi. Misol uchun men hozir bir haftada bitta video qo'ysam, obuna bo'lganingdan keyin bir haftada 2 ta yoki 3 ta video qo'yishga harakat qilaman. Chunki bu sharaf. Tasavvur qilinglar, kim bitta video bilan hozir o'zimdan ketib qoldim. Burası hech narsa bo'lgan yo'q, lekin hozir o'zishga majbur bo'ldim. Men sen bu yoqqa olib qo'ydim, esingda bo'lsa. 3 ta divan bor, ya'ni hozirdan divan yasaymiz. Chunki bu divan hali o'zini qancha mashaqqatdan uxlatadi. Kallarni qaranglar.
Hech narsa bolta ishdan chiqibdi. Boltaydi. Bitta ham taxtam qolmadi. Omadlilik ham ev bilan. Omadsizlik bu chegara emas. Endi biz yerga olishimiz kerak. Nima ko'rsam bilmayman. Minecraftning eng ulug' qoidasi tagiga qarab blok qazima. Biz ham bo'lsak-da, lekin qalbimiz pok. Menimcha shu yerlardan olmos nimadir. Olma chiqdan sразу video tugaydi. Sababi bu video olmos topish videosi. Qarab olsam go. Bitta videoni 10 ta obunachi kelsa, qanday baxt. Kommentariyada qanday video qilishimni va qanaqa video sizlarga yoqishini yozamiz. Aytdim, men qoidani buzgan bo'lsam-da qalbim pok insonman. Bunday amal hattoki hech kimda omadlilik va chegara emas. Qanday videolar qilasiz? Aytsangiz chiqaraman sizlarga. Ko'mirlar juda tez bo'ladi. Ko'mirlarni anadan narsalar ham bo'ladi. Bir konga olaylik. Temirjon qayerdasan? Ana. Sizlarga nima dedim? Men sizlarga nima dedim? Bir oldin o'zi bitta olma temir topdi. Men mana qoidani bizga yomon bo'lsam-da, baribir qalbim pok. 5 ta temir, 8 ta temir. Yaxshi, mana bu yerdan bir ko'lab ko'ramiz. Minecraftning ikkinchi ulug' qoidasi bu. Ko'mning yonida baribir temir bo'ladi. Menimcha shu yerda temir bor. Ana. Men nima dedim sizlarga? Shu joyimni edit qilish kerak. Juda zo'r bu yer. Kim mana shu videoni shuni kesib edit qilsa, katta savobga qolsin. Ilam shu videoni editlar qilib tashlaylar. Men ham bir ko'tarilay. 5 ta obunachilik kanal bo'lsam. İşte men bir do'stimning kanalida qanday cheat ishlatgan bilmadim, lekin u bir ikkinchi allaqancha olmos topdi, temir topdi. Men shu yerdan ataylabga ko'rsatish uchun chiqaryapman. Alam qiladi demaslar, nima deysizlar? Bo'ldi, men ketdim. Ye. Hadi bakayım. Go. Şu omadli bo'lib uchun ham like bosamiz. Oy. Obunachilar. Tagiga qarab blok qolma degan gap men uchun emas. Men 4 talik blok qoladim, tagimga emas. Benim tagimdan tashqari ham 3 ta blok bor. U meni ichida temir va ko'mir topish bu men uchun katta baxt. Albatta bu video bitta bo'lmaydi. 1-2 qismga bo'linadi, chunki juda ko'p video. Topshaman. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu qismini yaqinda chiqaraman. Qaytaman sizlarga shuni yana bir videoda chiqarib qo'yaman. 3 ta temir. Sana cheat ishlatganim yo'q. To'g'rimi? Uxladin. Endi uxla. 9 meni
Onat buldu. Onat uçtu demek şimdi. Eğer ki menden zor olsa, menga video qilib chiqarsin. Siz ne qildingiz, ne qildingiz?